Yakshanba. O'tib mana 6 kun kirib keldi yakshanba. Oyoq uzatib bugun dam olaman, mazza. Har kun har yonga chopib, ish ko'rinar ko'zimga, bugun fursatni topib, oro beray o'zimga. Shirin xayollar bilan tayyorladim nonushta. Biroz behi bor edi, murabbo qildim qishga. Shirin tomoq bir bolam pirog yegisi kelib ketdi. Ichiga solasiz deb olma olib kelibdi. Sazasini o'ldirmay tayyorladim shirinlik, 4 tagini bo'lagin qo'shniga ham ilindik. Gap boshladi bir bolam. Bugun uyda ekansiz, vaqtim bo'lganda manti pishiraman degansiz. Siniq jilmayib qo'ydim. Ha, esga tushdi va'dam. 2 soatga qolmay tayyor bo'ldi manti ham. Taomlandik bo'lib jam dam olishga hali bor. Ertaga ish o'qishga kirlarni yuvish darkor. Kir yuvib bosdim dazmol, supurdim hovli ayvon. Televizor qo'ygandim, yorim qildi telefon. Baliqxo'rlik qilmoqchi bo'ldik do'stlarim bilan. Qara o'choq boshiga dasturxon yoz, tayyorlan. Men yugurgan xizmatda ishla odam o'lmaydi. Axir o'zbekning kuni mehmonlarsiz bo'lmaydi. Kechroq yozdim konspekt, dars qildim o'g'lim bilan. Topshiriq shu pishirdim, baliq o'z qo'lim bilan. Issiq baliqni tortdim, sousi bilan atay. Dedim ular bo'lguncha o'zimga vaqt ajratay. Qizimning o'tinch bilan boqishi nedan darak? Deydi, oyi bog'chamga gerbari qilish kerak. Yig'dim 5-10 ta barg ochilsin deb chiroyi. Yasadik gerbariyni bir ajoyib kiroyi. Rahmat aytib mehmonlar tarqalishdi birma-bir. Yig'ib terib idishni yuvdim qilgancha sabr. Hamma ishga ulgurdim. Endi bo'ldim bemalol. Uyga kirib soatga ko'zim tushib qoldim lol. Tun 11 dan o'tgan vaqt, soat chiq yuradi. Ha demay hali zamon dushanba ham kiradi. Yana ish, yana o'qish, yana ming xil yumushlar. Navbat kutib turadi, gap u gashtak yurishlar. Yakshanba dam olishdir. Bu aniq fakt, chin manba. 2 kun bo'lmaysanmi? O bevafo yakshanba. Bugun dam olmaganim mayli ichga yutaman. 6 kun sanab yana yakshanbani kutaman.